Ismaloqdan tayyorlanadigan karischa, mazali va foydali sho'rvani retseptini bugun qaynonam sizlarga tayyorlab ko'rsatib beradilar. Ismaloqni kutini kesib, yaxshilab yuvib olamiz va qaynagan suvga galina blankani solib yana bir marta qaynatib olamiz. Bu sho'rvaning ichiga soya pastasidan bir qoshiq qo'shiladi. Bu pastani bemalol koreyskiy magazinlardan topsangiz bo'ladi. Karischa nomi tenjang deb ataladi. Soya pastasi ovqatga juda ham mazali ta'm beradi. Endi yuvib olgan ismaloqlarimizni qaynab chiqqan bulyonimizni ichiga solib olamiz. Shunday qilib ismaloqlarimizni hammasini solganimizdan keyin bir qoshiq maydalangan chesnok solib, yaxshilab aralashtirib, yana 10-15 minutga qaynatgani olib qo'yamiz. Juda ham mazali va foydali sho'rva bo'lib chiqadi. 10-15 minutdan keyin qaynab chiqqandan keyin ustiga ko'k piyozlardan qo'shib, bemalol guruchlar bilan iste'mol qilsangiz bo'ladi. Koreyada buni nafaqat yosh bolachalar, balki katta odamlar ham maza qilib iste'mol qilishadi. Yoqimli ishtaha!